Toshloq tumanida ayollar bandligi va ularning faolligini oshirish maqsadida tuman oila va xotin-qizlar bo'limi xodimlari yig'ilish o'tkazdilar. Uchrashuvda mavjud muammolar o'rganilib, tumanning chekka hududlarida yashayotgan ayollarga ko'maklashish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Ularga avvalo hunar o'rgatish, tadbirkorlik salohiyatini oshirish hamda ishbilarmonlikka yo'naltirish vazifalari belgilab olindi. Mahalla oila va xotin-qizlar faoli hamda shifokorlar aholi xonadonlariga tashrif buyurib, xatlov o'tkazdilar. Mahalla faoli oiladagi xotin-qizlarning faoliyati va ularning hozirgi mashg'ulotlarni birma-bir o'rgandi. Shifokor esa ayollar salomatligini tekshiruvdan o'tkazdi, chunki inson salomat bo'lsa, tadbirkorlik faoliyatiga ham erkin qo'l ura oladi. Tumandagi minglab xonadonlar xatlovdan o'tkazildi. Uchrashuvlar davomida har kim o'z g'oyasi va tashabbusini bildirdi. Kimdir uchun binoga ehtiyoj bor, yana kimdir uchun esa mablag' zarur. Imkon bo'lsa ish boshlayman deganlar ham ko'pchilikni tashkil etdi. Bu masala yuzasidan mas'ullar va mutasaddilar amaliy harakatga tushdilar. Eng muhimi, qizlar va ayollar ish bilan band bo'lishi ta'minlanishi lozim. Ijtimoiy daftarda turadigan ham yo'q-a? Xatlov jarayoni 4 kun mobaynida o'tkazildi. Yoshchilik mahallasida 9 ta ko'chadan iborat ekan. Shu 9 ta ko'chasiga 5 tadan vakillarda bo'lib, u vakillar demak xatlov jarayonini 6 kunda xatlab o'tkazib berishdi. Xatlov jarayonida har bitta ayol bilan individual ravishda yakkama-yakka tartibda ish olib borildi va ular bilan suhbat o'tkazildi. Shu suhbat natijasida aynan Yoshchilik mahallasida 52 nafar ishsiz ayollar aniqlandi. 52 nafar ishsiz ayollardan 15 tasi o'qish, tadbirkorlikda o'qitish istagini bildirishdi va qolganlari demak hunarga o'rganib, kasanachilik sifatida ishni davom ettirishni istagini bildirishdi. Oradan vaqt o'tdi. Ko'plar tashabbusi bilan ish boshladi. Masalan, biz Toshloq tumanidagi Piyozchilik mahalla fuqarolar yig'inidagi ayollarning faoliyatini ko'zdan kechirdik. Bu yerdagi 2047 ta oila xatlovdan o'tkazilibdi. Muqaddas Opa Soliyeva ayol bo'lsa-da kasbchilik qilishni reja qilib yurar edi. Texnikasi bor edi-yu, ishni yuritish uchun bino kerak edi. Mas'ullar shu hududdagi maktabni bo'sh turgan 2 xonasini ijaraga olib berdilar. Natijada hududdagi ayollar ish bilan band bo'ldi. Maktabda hunarga qiziqqan yoshlar ham mana shu yerga chiqib, darsdan so'ng ish o'rganadilar. Hozirda ish faoliyati davomida kasanachilik bo'yicha 20 tadan ortiq oilaga ish tarqataman. Ular har biri 20 tadan ortiq deganimizda 20 ta xonadonga tarqasi oilaviy ishim bilan mashg'ul bo'lishadi. Ular qancha oilada 4 tami, 5 tami, hammalari bitta oilada 5-6 kishi bo'lsa, hammalari men ishim bilan mashg'ul bo'ladi. Kamida oyiga 5-10 millionga ishlashadi bir oyda. Ish bay qilib oyliklarini beraman. Oyda desa oyda, haftada desa haftada. Shunaqa qilib ishlab kelishyapti. Hozirda ishimiz har xil jarayonlarda bo'ladi. Bizning qo'limizda 5-6 bosqichdan o'tgandan keyin tayyor mahsulotga aylanadi. Tayyor mahsulotimizni chet elga eksport qilamiz. Muqaddas opa bugungi kunda ayollar va erkaklar uchun oyoq kiyimlar ishlab chiqarmoqda. Uning mahsuloti nafaqat mamlakatimiz ichki bozorlariga, balki qo'shni Qirg'iziston va Tojikiston kabi davlatlarga ham eksport qilyapti. Hajmi 1000 tagacha o'rzaga tubkani chiqarib beramiz. 300 ta butun mahsulot chiqaramiz. Tayyor mahsulotni 300 tagacha chiqaramiz. Shunda haftasiga 2100 ta oyoq kiyim ishlab chiqarilyaptimi? Shunaqa bo'ladi. Dilnoza Mamajonova ham kasbchilik bilan shug'ullanib, ko'plab ayollarni ish bilan ta'minlagan tadbirkorlardan biri. Hozirda uning xonadonida 25 nafar ayollar tikuvchilik, mato qirqish va charmni qayta ishlash ishlari bilan band. Faoliyatni boshlagan davr esa Dilnoza imtiyozli kredit olish masalasida mas'ullardan ko'mak so'ragan edi. Kreditdan foydalanib, o'zimiz ehtiyojimizga mos texnikalar sotib oldik. Endi hozirda undan oldin o'zimizda mashinalar bor edi, kamroq odam ishlatardim. Kreditdan keyin ishchi nimasi kuchaydi. Yana ishchilar qo'shib bordim. Hozirda ichki bozorga, chunki o'zimizda talab kuchli, ulgurmaganimiz hisobiga o'zimizda bo'lyapti. Ishchi sonini ko'paytirsak, balkim chetlarga ham chiqarishga harakat qilamiz. Dilnoza faoliyatni kengaytirib, yangi ish o'rinlarini yaratishni rejalashtirmoqda, chunki uning mahsulotlariga qo'shni mamlakatlardan ham talab ortib bormoqda. Vohir Ahmadjonov esa o'z korxonasida ishlab chiqarilayotgan poyabzallarni allaqachon xorij bozorlariga olib borishga muvaffaq bo'lgan. Buning sababi u zamonaviy texnologiyalarni joriy etib, ishchi o'rinlarini ko'paytirdi va kasanachilik asosida 20 ta xonadonda ish topshiriqlarini tarqatmoqda. Ishxonamizda 40 nafar ayollar ish bilan ta'minlangan. Bundan tashqari, xonadonlarga ham ish tarqatib bilan ta'minlaymiz. Ishlarimiz yaxshi, oyliklarimiz vaqtida. Bundan tashqari ishlarimizni chetga eksport qilamiz. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonlarga
ichki bozor, tashqi bozorlarga beramiz. Ishlarimiz yaxshi. Mohiraning mahsulotlariga ko'plab mamlakatlardan talab ortib bormoqda. Shu sababli u hozirda ish hajmini yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Natijada ishchi o'rinlari soni 100 nafarga yetsa, kasanachi oilalar soni esa yana 30 taga ko'payishi kutilmoqda. Muxtasar opa Abdurahmonova bolaligidan do'ppichilikka shogird tushib, bu hunarni mukammal egallagan ayollardan biri. Ammo turmushga chiqqanidan keyin ushbu kasb bilan deyarli shug'ullanmay qo'ydi, chunki hunarga sarmoya kiritish imkoni bo'lmadi. Xatlov jarayonida esa u mablag'i bo'lsa, do'ppichilikni davom ettirib, ayollarni ish bilan ta'minlardim degan g'oyani ilgari surdi. Mas'ullar ko'magi bilan Muxtasar opa o'z xonadonida ushbu hunarni qayta tikladi. Hammaga, mahallalarga hammaga o'rgatdim. 20 dan ortiq qizlarni ish bilan ta'minlayman. Ularga tarqatib, har payshanba kunga tayyor qilgan holatda olaman. Bu marg'ilon do'ppi, erkaklar do'ppisi. Keyin unga nima qilib, mana ayollar do'ppisini ham birgalikda qilamiz hammamiz. Daromadimiz haftasiga 500 mingdan topamiz. Bundan tashqari hamma qizlarga har payshanba pul beraman. Bu qizlar ham ro'zg'or uchun ishlatishadi. Marg'ilon do'ppisi Toshloq tumanida ham tikilayotgani haqiqat, chunki bu do'ppilarga nafaqat mamlakatimizda, balki xorij bozorlarida ham talab katta. Hozirda qo'shni viloyatlar ham iroqi va qalampir nusxali do'ppilar sotilmoqda. Ya'ni xaridorlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Bu degani ishchi soni ko'payadi. Mana bu maskan qachonlardir zax yerlardan iborat edi. Tuman hokimligi tashabbusi bilan mazkur yerga tadbirkor biriktirildi. Tadbirkor esa hududni obodonlashtirib, yangi hayot bag'ishladi. Yengil konstruksiyali 2 dona konteyner olib kelib o'rnatdi va natijada bu joy milliy liboslar yaratiladigan ustaxonaga aylandi. O'g'iloy Nabiy va milliy uslubdagi cho'ponlarni mana shu yerda yaratuvchi mahoratli hunarmandlardan biri. U tayyorlagan buyumlar nafaqat mahalliy bozorlarda, balki tuman va viloyatlar yarmarkalarida ham xaridorgir. Chunki har bir ish milliy an'analar va zamonaviy dizayn uyg'unligida tayyorlanadi. O'g'iloy xonadonida qo'l mehnati bilan ishlaydigan yosh qizlar ham mavjud bo'lib, hunarmand ularga hunar o'rgatishga alohida ahamiyat beradi. Natijada ham mahalla ayollari ish bilan ta'minlanmoqda, ham milliy qadriyatlar tiklanmoqda. Batta o'zida 20-30 ta odam ishlatyapmiz, atrofda 50 dan oshiq odamni ish bilan ta'minlayapmiz. Uyga ham tikanib beramizda, tikib bitkizib olib kelib berishadi. Keyin biz chiqaramiz uni. Hunarmand tayyorlayotgan milliy cho'ponlar nafaqat ichki bozorimizga, balki Qirg'iziston, Tojikiston, hatto Rossiyagacha yetkazilmoqda. Mahsulotlarga talab ortib borgani uchun hunarmand yaqin kunlarda ishchilar sonini ko'paytirishni rejalashtirmoqda. Biroq mavjud ish manzili endi torlik qilmoqda. Shu bois tuman hokimligi Zovur atrofidagi qo'shimcha maydon ajratishni rejalashtirmoqda. Yangi konteynerlar o'rnatilsa, ishchilar aynan shu yerda o'z faoliyatini davom ettirishlari mumkin bo'ladi. Piyozchilik mahalla fuqarolar yig'inida yaqinda pishiriqlar tayyorlaydigan yangi korxona ishga tushirildi. Ushbu maskanda mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratilib, ayollarni bandligi ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Korxona rahbari Gulhayo Ortiqova hozirda 15 nafar ishchi bilan faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birga u 20 nafar xotin-qizlarni pishiriq tayyorlash sir-asrorlarini o'rgatib, ularni kasbga yo'naltirmoqda. Mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan esa korxona uchun bo'sh turgan bino ajratilib, unga ta'mir va jihozlash ishlarida ko'mak ko'rsatildi. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inida ko'plab oilalar o'z-o'zini band qilgan. Ko'pchilik tomorqa bilan shug'ullanib, karam, bodring va turli sabzavotlar ekib, yaxshi daromad topmoqda. Xatlov jarayonida esa ayrim oilalar qoramol qarzini olish istagini bildirgandi. Mas'ullar ko'magida ularning bu tashabbusi ham amalga oshirilib, qoramollar xarid qilish imkoniyati yaratildi. Bir so'z bilan aytganda, aholi bandligi masalasi tobora yechimini topib, har bir xonadonning daromad manbai ortib bormoqda. Bu esa nafaqat oilalarning farovonligi, balki tuman iqtisodiyotining rivojiga ham o'z hissasini qo'shmoqda. Xotin-qizlarni bandligini ta'minlash va salomatlik markazlarini tashkil etish bo'yicha prezidentimizning qaroriga asosan 3 ta markaz tashkil etilgan va hozirgi kunda shu markazdan har birida 30 nafardan ayollarning bandligi ta'minlanmoqda. Yana Toshloq tumani oila va xotin-qizlar bo'limi ayollarni bir manzilga yig'di. Shu kunga qadar amalga oshirilgan ishlarni tahlil qiladilar. Aytadilarki, shu kunga qadar piyozchilik mahalla fuqarolar yig'inida 1126 nafar ayollar ish bilan ta'minlandi. 10 ta kichik korxona barpo etildi. Hammasida ayollar rahbarlik qilmoqda.